Bilgisxon deb aytdim. Bilgisxon desam, meni lichkalarimga o'sha direct Instagramga to'lib ketdiki, sen palonchini aytyapsanmi, palonchida o'sha deydi. Yoki bo'lmasam to'g'ri ma'noda palonchini aytmayapsanmi, qora aka deydi. Shundaylari bor va shundaylari borki, seni birinchidan Qirg'izistonda Qorasuvda hech qanaqa o'rni yo'q. Seni hech kim ahli ilm deb bilmaydi, tanimaydi. Ana o'sha vaqtda Suriyaga jo'natgan, jihodga jo'natgan deyapsan. Ana shu 80-90-yillarda yerda faqat Rafiq Qoraka bilan Rashid Qorakalar mana shu ikkita shaxs haqqa da'vat qilgan. Haqqi qo'rqmasdan haqiqiy erka bo'lib, o'zlariga zolim tog'utlaringni bir joylarga kirib ketmagan bular. Erka bo'lib haqqi gapirgan chiqib, sallaga o'xshab maddohlik qilmagan. Sen mana shular haqida gapirayotganligingni xalq bilib turibdi o'zi. Sen eshak mana shu gapi bilan hozir qanchalagan odam yostig'ini quritgan, bular munofiq, dinga dushmanlik qilgan deyapsan. Sen mana shu gapingni payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamga yoki Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhularga ayta olaysan mana shu gapingni? Qanchalagan odamlarni jangga jo'natib, jihodga jo'natib, qanchalagan yostig'i qurgan, qanchalagan ayollar iridan ajrab bolalari bilan yetim qolib ketgan. Mana shularga mana shu gapingni aytasanmi? Sen xohlama mana shu gapirayotgan gaping bilan shu payg'ambar alayhisalom, Abu Bakr, Umar, Usmon radhiyallohu anhularga ham sen hozir mana shu tuhmatingni qilyapsan sen, eshak. Endi bir savol tug'iladi mana shu joyda aytib ketaylik buni. Bu ham o'sha fasodxon ham, yana iti Zufar ham, yana boshqa haromlar ham. Bular mana shu jihod deydi. Xo'p, savol berish kerak edi-da o'shalar o'zlariga. O'zlaring-chi, xo'p, shuni qilish kerak ekan. Hozir senlar jihod qilish kerak deb o'ylar ekansan. Xo'p, o'zing nima qilyapsan? Seni qanchalik foydang tegyapti? O'sha narsani o'zing qilmayapsan unda. Yaxshi bo'ladigan bo'lsa. Bu savolga javob yo'q. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah va arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Mana shu savolingizga hech kim agar javob bermagan bo'lsa, mana men sizga javob beraman. Agar javobni siz eshitmagan bo'lsangiz, agar bilmagan bo'lsangiz, mana men sizga bildiraman inshaalloh biiznillah. O'zi siz johilsiz. Bunaqa narsalarni ko'p ham aqlingiz ko'tara olmaydi. Shuning uchun siz bunaqa narsalarni tushunmaysiz. Lekin shundoq bo'lsa ham men sizga chiroyli javob qilib yetkazishlikka harakat qilaman. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloh in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum" deydi. Ey iymon keltirganlar, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deganlar. Sizlar Alloh taoloning diniga yordam beringlar, Allohga yordam beringlar, Alloh taolo sizlarga yordam beradi. Va oyoqlaringni sobit qadam qiladi. Mana shu dinda mustahkam qiladi deydi Alloh azza va jalla. Xo'p, bu dinga yordam berishlik qanaqa bo'ladi? Bu dinga yordam berishlik 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi, kim agar mana shu Alloh va rasulining dinini mukammal shaklda o'rganib, qo'lidan kelganicha insonlarga mana shu dinni tarqatadigan bo'lsa, insonlarga shuni yetkazadigan bo'lsa, maddohlik qilmasdan, xoinlik qilmasdan, munofiqlik qilmasdan, bugungi kundagi tog'utlarni qultug'ini tagiga kirib pamperslik qilmasdan, haqqi agarki o'lim kelsa ham mana shu haqqima yetkazishligim kerak deb turib, mana shu Rafiq Qorakalar, Abduvali Qorakalar, Alloh taolo ularning shahodatlarini qabul qilsin. Mana shunaqa haqiqiy erkak, rijol bo'lib, mana shu dinni agar yetkazadigan bo'lsa, mana bu birinchi ko'rinishi bo'ladi. Alloh taolo ularni sobit qadam qiladi. Ular dinida haqiqiy sobit bo'lganligi uchun Alloh taolo ularni ana shu o'lim keladimi, dushman keladimi, oyog'ini sobit qilib qo'ydi. Ular qo'rqmadi. Mana shu dinning yo'lida haqiqiy o'zi izlagan, xohlagan narsasiga yetishdi. Biz Allohdan so'raymiz, biz musulmonlarga ham mana shunaqa shahodatda yaxshi xotimani bersin Alloh azza va jalla. Ikkinchisi qanaqa bo'ladi? Ikkinchisi boylar. Mablag'i bor, puli bor. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Usmon ibn Affonlar, Abdurrahmon ibn Afla kabi mana shunaqa diniga puli bilan yordam beradi ular. Ular puli bilan yordam berganda biror kishi chiqib aytdimi? Nimaga sizlar o'zingizcha hammaga pul bilan yordam berib, hammani pul bilan yordam ber deysizlar-da, o'zingizni nimaga bormayapsizlar jihodga deydimi? Biror kishi shunaqa dedimi? Unaqa demaydi-ku. Yoki bo'lmasa payg'ambar alayhisalomga yoki boshqa bironta bir din tarqatayotgan ahli ilmlarga kim mana shu gapni aytgan? Nimaga sizlar o'zingizni dinga da'vat qilaverasizlar-da, o'zingizni bormaysizlar deb. Ozgina mana tupizmni ishlatinglar, bu nima bu? Taolo nimaga bergan buni? Aql bormi bunda? Ikkinchi ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Uchinchi ko'rinishi o'sha kimni kuch-quvvati bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsada haqiqiy yo'l yo'rig'ini biladigan bo'lsa, shustri bo'ladigan bo'lsa, mana shu kuch-quvvati bilan borib islom diniga xizmat qiladi. Mana shu javob sizni qoniqtiradimi, qoniqtirmaydimi? Agar qoniqtirmaydigan bo'lsa, yana savollaringiz bo'lsa bersangiz, inshaalloh biiznillah sizga javob beramiz.